Assalomu alaykum. Bu video kimlarga to'g'ri keladi? Agarda siz targeting sohasini o'rganib, o'zingizga loyiha topishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki loyihangiz bor, u loyihalarga yaxshi natija olib kelib berolmayotgan bo'lsangiz yoki o'zingizni xizmatingizni qimmat chekka sota olmayotgan bo'lsangiz, aynan siz uchun bu video to'g'ri keladi. Xo'p, hozirgi kunda ko'p targetologlarning xatosi, menga ham shunaqa o'quvchim bir kun gapiryapti. Men deydi, loyihadan qanaqa qilib $300 olaman deydi. Kamida $300 ga oshirish bo'yicha dars o'tib turuvdim. Ular 100 ming so'm, 200 ming so'mdan target yoqib yurishgan menga kelishdan oldin. Xo'p, men aytdimki, nimaga $300 olmaslik mumkin desam, oddiy target yoqib berganim uchun $300 olamanmi, vijdonim qiynaladi-ku deb inkor qilyapti. Chunki u o'quvchim bilmayaptiki, o'zini olib kelib beradigan qiymatini, ya'ni faqatgina target yoqib kelgan shu kungacha. Bu bilan bizni uzoq yashamaymiz targeting bozorida. Faqat knopka bosib o'tiradigan bo'lsangiz, xafa bo'lmang-ku, o'sha davringiz o'tibdi. Ya'ni uzoq yil bozorda qolishingiz uchun, yaxshi daromad qilishingiz uchun, qaddingizni tik tutib, ha, men targetologman deb ayta olishingiz uchun ularga kuchli qiymat berishingiz kerak va o'sha berayotgan qiymatingizni ko'rsatib ham bera olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kuchli qiymat qanaqa beriladi? Yoningizga bloknot, ruchka olib olishinglarni va bu maslahatlarimni yozib olishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki juda ham go'shli ma'lumotlar beriladi. Birinchi tavsiya, o'zingizni xizmat o'zingizga narx belgilayotgan paytingizda o'sha narx nima uchunligini bilishingiz kerak. Nima uchun masalan $300 deyapsiz, nima uchun 200 emas, nima uchun 400 emas degan holatda sizlarni javobinglar tayyor bo'lishi kerak. Masalan, meni xizmat narxim $800, ya'ni bitta loyihani men $800 ga olaman. Chunki uning ichida nima qilib beraman. Uning ichida biznesni polniy razbor qilaman. U biznesga strategiya qilib chiqaman, digital marketing, kreativlar yozib chiqaman. Profilni ham organik, ham target bilan o'stirish uchun bu kreativlarim ham brendni tanitishga, ham sotuvlarni uzil-kesil amalga oshirishga yordam beradi. Undan tashqari, ularni Facebook va Instagramini xavfsizligini va tartib bilan turishini, reklamni kabinetini o'z bo'ynimga olaman. Undan tashqari, sotuv bo'limi bilan kommunikatsiyani to'g'ri qo'yaman. Chunki men qanchalik ko'p lead olib kelib berganim bilan, sifatli lead olib kelib berganim bilan sotuv bo'limi yaxshi shug'ullanmasa, bu bir tiyin degani. O'zimni boshimdan ham o'tgan, bitta avtosalonda ishlaganimda, avtosalon egasi menga pretenziya qilyapti, sotuv bo'lmayapti deb. Keyin borib ofisiga o'tirganman, ikkita yosh qiz o'tirgan, sotuvchi qizlar leadlar bilan qanaqa gaplashishyapti. Aka, u qayerdan bilaman man o'zi yosh qiz bo'lsam, u ot kuchini qayerdan bilaman mashinani deyapti-da. Bu degani qizib turgan leadni ham birdaniga sovutib, yo'qotib yubordi degani. Keyin sirazi ularga aytganman, mana muammo qayerda? Sotuvchilaringiz yaxshi gaplashmayapti. Buni to'g'rilashimiz kerak deb bu qizlarga ham chiroyli muomala qilib, natijani yaxshilashga erishganman. Ya'ni sizlar men ko'rsatib beradigan xizmatim ichida sotuv bo'limi bilan kommunikatsiya ham, ya'ni sotuv bo'limini yaxshilash ham kirib ketadi. Undan tashqari target nastroykasi, byudjetni optimizatsiya qilish, auditoriyani analiz qilish, kreativlarni analiz qilish va eng qiyin va qaymoq joyi hisobot tayyorlash. Ko'pchilik targetologlar o'ylaydi, Ads Manager'ga kirib, qancha axvat, qancha prosmotr, qancha SMS yoki lead bo'lganini ko'rsatib video qilib tashlasam, o'sha hisobot deb o'ylaydi. U ham hisobot, lekin o'ta mayda hisobot hisoblanadi. Haqiqiy hisobot Excelda moshni qilib tayyorlanadi. Ya'ni bitta mijoz narxi necha pulga kelyapti, reklamaga ishlatilgan $1 qancha bo'lib qaytib kelyapti biznes egasiga, hammasini raqamda ko'rsatib berish kerak bo'ladi. SAS, ROAS, ROMI va ROI degan birliklar asosida. Xo'p, va bu qiymatlarni ochib bera olganim uchun bemalol loyihalarim mendan o'sha o'zim aytgan chekda xizmatimni sotib olishadi. Ya'ni targetolog qachon o'zini xizmatini qimmat chekka sota oladi, o'shanga javob bera oladigan targetolog bo'lsa. Eng zo'r birinchi maslahatim, chekinglarni qimmatga sotish uchun miyanglarni kuchli qilinglar, ya'ni bilimni, tajribani kuchli qilishinglar shart. Chunki hech kim tajribasiz va bilimi kam bo'lgan odamga ko'p pul to'lab olib o'tirmaydi. Bu achchiq bo'lsa ham haqiqat.
Xo'p, ikkinchi muammo natijani to'liq olib kelib bera olmaslik. Ko'pchilik targetologlarning qiladigan xatosi, men masofadan ishlaydigan xodimman, udalyonni ishlayman, men faqat target yoqib bersam bo'ldi deydida, boshqa bo'limlariga, ya'ni biznesni boshqa bo'limlariga aralashmaydi. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Siz yaxshi pul olmoqchimisiz? Sifatli ishlab bering biznes egasiga. Sifatli ishlab bersangizgina ular bemalol hech qanaqa muammosiz siz aytgan pulni to'lab berishadi. Keyin loyihalarni qayerdan topish kerak degan savolga ham javob berib ketaman. Birinchisi tanish-bilishlarga aytish orqali, ikkinchisi saytlardan o'ziga ish qidirish orqali. Saytlardan ish qidirishi yaxshi tarafi bormi? Ha, yaxshi tarafi bor, chunki saytlarga vakansiyani HR xodimlar qo'yishadi. HR xodimi bor degani bu u biznes ancha tizimlashgan degani. Ya'ni u biznesda CRM tizimi bor, sotuv bo'limi bor, HR bo'limi bor degani bu. Ya'ni agar u vakansiyalarga sizlar o'zingizlarning xizmatingizni sota olsanglar, ular bilan davomiy va tartibli ishlashinglar ehtimoli katta degani. Xo'p, lekin vakansiyalarga murojaat qilganingizda sizlarni keling demaydi. Keling ham deydi, lekin darrov sizni ishga olishmaydi, chunki sizni tekshirishadi. Ularni ma'lum standartlariga, normalariga javob berishingiz kerak. Normalariga qachon javob bera olasiz? O'sha boya aytganimdek, bilimni juda ham tajribali ustozdan o'rgansanglar va amalda o'zingizlar qo'llab ko'rsanglargina. Xo'p, ularga borganda ham albatta kuchli taklif bilan borish kerak bo'ladi. Taklifni qanaqa qilib berish ham mentorlik dasturimda o'rgatiladi. Baribir hozir sizlarga gapim taqalib mentorlik dasturiga kelyapti. Chunki mentorlik dasturimda bu narsalarni juda ham chuqur o'rgataman. U yerda faqat amaliyot bo'ladi. Nazariy bilimlar uyda qilib kelishga zadacha beriladi. Ya'ni targetdagi nastroykalar, funksiyalar, knopkalar polniy zapisi darslari uyga beriladi sizlarga. Sizlar o'tda men bilan jonli o'zingizlarning xizmatinglarni sotish birinchi men o'rgataman, keyin o'zimga xizmatinglarni sotish orqali o'zingizlarni pishirasizlar. Ya'ni ancha tajribali va mustahkam bo'lasizlar, ham bilim tarafdan, ham o'zingizlar переговор olib borish tarafdan. Xo'p, agar bu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, aynan sizga mentorlik dasturi ayni kunlarda juda ham zarur va kerak. Mentorlik dasturimga chegirma narxda va juda ham kuchli taklif bilan yozilish. Faqat siz yozila olasiz, chunki bu videoni ko'rib turibsiz. Yozilish uchun hozir pastda havola qoldirib ketaman. Havolani bosib ma'lumotlaringizni qoldiring. Sizlarga to'liq ma'lumot beriladi. Nima o'rgatiladi undan tashqari, yana nimalar bo'ladi, kurs tartibi qanaqa bo'ladi, hammasi haqida yordamchilarim, menejerlarim to'liq ma'lumot berishadi. Sizlarni mentorlik dasturimda kutib qolaman. Bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Mentorlik dasturimda birinchi dasturimda 5 ta qiz o'qidi, 4 tasi natijaga chiqdi. Ya'ni men o'rgatgan instrumentlar bo'yicha 4 tasi natijaga chiqdi. Ularni jonli otsivini ham sizlarga qo'yib beramiz. O'zingizlar ko'rib, bemalol xulosa chiqarishinglar mumkin bo'ladi.